Mana bu joyning nomi Germaniya. Sut sog'ish joyi. Bir tarafiga 15 ta, yana bir tarafiga 15 ta, 30 ta sigir bir vaqtda o'zi sog'iladi. Bu Amerika texnologiyasi, hamma narsasi topoviy materiallardan tayyorlangan bular. Bu yerlarga ichki kompyuter sigirda raqami, necha litr sut sog'ilayotganini ko'rsatib turadi. Lekin bu avtomatik kompyuterga ulangan. Siz borib kompyuterni shunday ochasiz, ekraniga chiqib turadi. Har bitta sigir necha litrdan sut berayotgan. O'shanga qarab kontrol qilasiz. Kam bersa sigirni almashtirasiz, ko'p beradigan sigirlarni ko'paytirasiz, xullas shunaqa. O'zimizda ham qishloq xo'jaligida chorvachilik sohasini juda rivojlantirish kerak. Biz ham hozir o'zbeklar Germaniyada juda ko'pchilik qishloq xo'jalik sohasida ishlayapti. Bizning ham xudo xolisa planimiz O'zbekistonda mana shunaqa qishloq xo'jaligida sutchilik fermalarini tashkil qilish. Mana shu videolarni ko'rib kimdir ilhomlansa deyman, kimdir O'zbekistonda ham qishloq xo'jaligida sutchilik fermalari tashkil qilib, ikki taraf emas, kamida mana shu bir tarafini yarmini bo'lsa ham bitta xonadonda 5 ta, 6 ta sigir bo'lib turib, mana shunaqa joy qilsa ham juda qulayda sog'ishga. Bittalar sog'ib o'tirish shart emas. Endi sekin-sekin rivojlanyapti. Xullas mana shunaqada. Bu sigirni orqa tarafi bu yerga tegib turadi. Keyin bu bunaqasi joylashgani, keyin orqasi bu yoqqa yaqinlashadi. Keyin bunda sog'ishga oson bo'ladi. Oldi bu yerda turgan sigirni narigi tarafida turadi. Bu tarafda ham shunaqa. Sut sog'ish jarayoni tugagandan keyin avtomatik yuviladi, bu shpulin qilinadi. Shpulin bo'lgandan keyin hozir karcher bilan o'zim tozalab yuvib chiqaman. Bu yerga biz kasal mollarni sog'amiz. Shuning uchun tozalikka juda qattiq rioya qilinadi bu yerda, chunki kasallik bitta moldan ikkinchi molga o'tib ketishi mumkin.